O'g'li kelin. Gado amaki uyimizda pulimiz yo'q, o'sha kompot ichib ola qoling. Bay. Bu muzdirgina qaranglar. Xotin qattiqni shuchi pulmi? Bu Uy, gadoyda o'g'irlab qo'ydim, o'zi bilmagan holda. Kelib gadoydan ham o'g'irlaysanmi? Nima qilay, xumor tutadi, xumor qo'lim qitib turadi. Qaytarib beraman. Kompot kosasini ham oling. Uka, puling tushib qopti. Telegramdan fayl tashladim. Oching. Tez oching. Hozir. Fayl. Katamga hamma pulni ichib oldimi? Kim ichib oldi bu yoqqa? Manda. Sen bunaqa o'g'irlik qilmasiding-ku. Shu ba'zida virtual o'g'irlik ham qilib turaman-da. Ha, ustoga ishlaringdan o'tiribsiz. Men buni qoraman desam, ertalab mikser bilan olib kelgandim. Yo'q, hozir qayerga ketdi ekan? Hozir. Xotin. Labbek, shumi? Nimaga sanikidan olding buni? Xamir qorib, keyin qaytarib bermoqchi edim o'zi. Kalla, tira qal. Mana ustoga. Qayerda ekan bu? Ey, siz bo'lmasa menga qarang. Bu uyda o'zini qonun qoidalari bor. Eshikdan kirayotganingizda telefon bilan pulni umuman olib kirmay bu yoqqa tashlab keling tashqari. Telefon ham mumkin emasmi? Ayniqsa telefon. Charlie tushun qani? Kelin! Labbek adajon. Charlie tushun ko'rmadingizmi? Soq qo'ydim. Yo'q, ko'rmadim, yo'qotib qo'ydingizmi adajon, tillanmidi? Yo'q, oddiy konserv temir edi, kelin. Konservamidi. Mana adajon. Oshxonada unutib qoldiribsiz-da. Oshxonaga kirmagandim-ku. Bo'pti, yana ustiga qara, ishni bitirib kuzatib oling. To'xtang adasi. Mana odamlarning yaxshi xarakterlari bor edi. Uyimizdagi barcha ustalarga oxiri sovg'a berardilar. Shu sovg'ani ustaga bering. Vijdonim rosa qiylandi. Buni zo'r o'ylabsan, mana deysiz. O'ziga shoshmang. Ey, yaxshi ishlagansizga sizga sovg'amiz borami? iPhone-mi? O'zimni telefonimni ertalab yo'qotib qo'yuvdim. Uyga turmidi telefonni. Ha, olib keluvdim. Demak, siz qoidani buzibsiz-da. Marie sont adéquats. La côté de la plaque.